Aka, keling, men bu manzarani bitta ko'ring 19-qavatdan. Minor masjidi, ro'paramizni Embu Bank, Toshkent teleminorasi. Shundoq suvni bo'yida joylashgan Malikaning yonidagi qora domda sizga ideal taklif topib qo'ydim. Bitta qavatimizdan o'zida 3 ta xonadon sotilyapti. Birinchisi 80 kvadrat, ro'paramiz 123, bu yoq tarafda 117 kvadrat. Uchalasini oladigan bo'lsangiz, boshdan bitta eshikni to'sasizda, bu yoq taraf polni xonadonlar sizniki bo'ladi. 123 qavatli xonadonimizni ko'rsatib o'taman. Qani bismillah, kirib keldik. Mana bu manzaraga xullas gap bo'lishi mumkin. O'zi domimiz 20 qavatli, bizda bo'lsa 19-qavatida turimiz. Birinchi bu yoq shahar tarafga qaragan videodan boshlaymiz. Shundoq suvni bo'yi, Anhor Park, Toshkent City'li panoramli vid bo'lib, juda chiroyli ko'rinib turibdi xonadonimizda. Keyin bu yoq tarafimizda bo'lsa, ya'ni videoni birinchi boshlagan joyimizda bo'lsa, manzarasi mana shu Minor masjidi tarafga qaragan. Masjid qani, shunday ko'rinib turibdi. Bemalol peshkom 5 minut shunda uyingizdan chiqdingiz, yoningizda masjid bo'ladi. Ya'ni suvni bo'yi, shaharni baland nuqtasida turimiz. 19-qavat, 20 qavatli dom bo'lsa, bilasiz o'zi hozirgi kunda qancha baland bo'lsa, narx-navosi ham shuncha qimmat bo'ladi, lekin bizani uyimizning narxi juda yaxshi. Anhor Residence turar joy majmuasi. Shundoq Malikani yonida joylashgan mana shu Novostroykamiz. 3 ta xonadon. 80 kvadratligi sal qimmatroq, qolgan 123 bilan 117 ga keladigan bo'lsak, 1 kvadrati uchun 1590 dan so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor. Har doimgidek Primoy joyi egalarining telefon raqami videoning opisaniyasida.